Assalamu alaykum hörmətli televizor görgüçülər. Körüb atqınınla Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının həftəlik xəbərlər proqramısı. Məzkur proqramımızda ötən bir həftə jarayonida yuz bergan Uyg'urlarga münasibətlik dunyodagi muhim voqealardan ma'lumot beramiz. Mən Erkin. Tövəndə diqqətinizlər xəbərlərimizin təfsilatında bolsun. Yaqında Ürümçi şəhərlik sot məhkəməsinin muavin başlığı G'olib Qurbanning 200-limichilik bilan ayıplanıb tutqun qilinganligi aydınlaşdı. Muxbirimizning ahvoli egallishi jarayonida Ürümçi şəhərlik sot məhkəməsinin yana bir xodimi G'olib Qurbanning oz deganda 6 oydan beri tutqunda ekanligini dalilladi. Ma'lum bo'lishicha, G'olib Qurban aloqador yig'inlarda va Beyjingdagi yuqori darajalik amaldorlar bilan uchrashganda tarbiyalash markazlarining ko'plab qurilishi jamiyat muqimligiga og'ir salbiy oqibat olib kelayotganligini ko'p qatim o'tirg'a qo'ygan ekan. Yaqında Uyg'ur xalqiga bakmo tanishliq bo'lgan komediya artisti Adil Mejitning tutqun qilinganligi haqida ijtimoiy taratqularda ko'plab uchurlar tarqalishga boshlagan. Bu haqda ahvol egallash jarayonida Uyg'ur Avtonom rayonlik madaniyat nazoratidagi biraylar Adil Mejitning qachon tutqun qilinganligi haqidagi savolga javob bermagan bo'lsa-mu, lekin uning tutqunda ekanligini rad qilmadi. Adil Mejitning Turkiyadagi oila tavobatlari o'zlarining 2 noyabrdan boshlab uning bilan bo'lgan barliq aloqasining uzilib qolganligini bildirmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Adil Mejit bir necha yil ilgari haj qilib kelgan bo'lib, bir qism kishilar uning bu qitim tutqun qilinishining qonunsiz haj qilishga bog'lanib qolganligini olg'a surmoqda. Xitoy hukumati Uyg'urlar diyorida zo'r kuch bilan kengaytayotgan lagerlarga chet el fuqaroligidagi Uyg'urlarning qamilishi hozirgi siyosiy bostirishning qaysi darajaga borganligini yanama ro'shan ko'rsatmoqda. Yaqinda Xitoydagi lagerlardan qutulib chiqqan Qozog'iston fuqarosi Gulbahor Jelilova radiomizning ziyoratini qabul qilib, o'zining Xitoy lagerlarida qanday ruhiy va jismoniy qiyinchiliklarga duch kelganligini anglatdi. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy doiralari Gulbahor Jelilovani terrorchilarga iqtisodiy yordam bergan deb lagerga qamagan hamda uni Xitoy fuqarosi deb e'lon qilgan. Yaqinda Amerikadagi dangliq tantarbiya kiyimlari zavodlaridan bo'lgan Bajir shirkatining Xotandagi Tayda kiyim-kechak asdorlik shirkati ishlab chiqargan bir qism mahsulotlarni import qilganligi ma'lum bo'ldi. Xabarlarda ko'rsatilishicha, Tayda shirkati Xotandagi lagerlarga qamalgan Uyg'urlarni majburiy emgakka silish badaliga mengayotgan bo'lib, Bajir shirkatining mushundaq bir shirkatdan bir qism mahsulotlarni sotib olishi xalqaroning zo'r noroziligini qo'zg'adi. New York vaqti gazetining aloqador tafsiliy xabarlarida yepiq tarbiyalash markazlaridagi tutqunlarning arzon emgak kuchi sifatida emgak silinayotganligi oshkorlandi. Ma'lum bo'lishicha, bu vaqtdagi xabarlar xalqaroda tarqalgandan keyin Bajir shirkati o'zlarining Tayda shirkati bilan bo'lgan barliq to'xtamlarini bekor qilgan. Yaqinda Anqara universitetining til va tarix geografiya fakultetida tarix fanlari bo'yicha doktorlik ilmiy unvoni uchun o'qiyotgan Umarjon Nuriy apandi 2017-yil 3-oyda Xotan shahrida tutqun qilinganligi oshkorlandi. Umarjon Nuriyning hozir Turkiyada o'qiyotgan qizi Subhinur bu haqda ma'lumot berib, dadisini ilgirimi Xitoy soqchilarining ko'p qitim avvar qilganligini bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, Umarjon Nuriy Uyg'ur tarixi bo'yicha ko'plagan asarlarni yozgan hamda tarjima qilgan bo'lib, analizchilar Xitoy hukumati har vaqt Uyg'ur tarixchilarini ta'qib qilib kelmoqda dedi. Uyg'ur jamiyatining turli krizislarga duch kelayotganligi haqidagi axborot xabarlari hamda ommaviy muhokamalarining ta'sirida har qaysi hukumatlar Uyg'urlar uchrayotgan zulm haqida orqa-orqadan inkos qaytarishga boshlagan. O'tgan hafta Amerika Kengash palata a'zosi Cory Gardner Amerika hukumatini darhol tadbir ilib Uyg'urlarga yordam berishga chaqirdi. Washington Post gazeti maxsus tahrirot maqolasi e'lon qilib, Amerika prezidenti Donald Trumpni Uyg'urlar haqida ifoda bildirishga chaqirdi. Shuning bilan tang degudak Indoneziya tashqi ishlar ministrligi Xitoyning Indoneziyada turishliq bosh elchisini chaqirtib, Uyg'urlarning vaziyati haqidagi andishalarini o'tirg'a qo'ygan. Turkiyaning eng chong ommaviy tashkilotlaridan biri bo'lgan Kadrlar uyushmasi Uyg'urlarga yordam qilishga chaqiriq maqsadida Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Anqaradagi ishxonasi oldida namoyish qilgan ham ularga xat topshirgan. Hörmətli televizor görgüçülər, yuqorida Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının haftalik xabarlar proqramısını ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishgacha omon bo'linglar, xayr xo'sh.